Assalomu alaykum hammaga. Bu videomizda sizlar bilan Google Colab'dan foydalanishni o'rganamiz. Google Colab juda sodda platforma hisoblanadi. Undan har qanday dasturlashni o'rganayotgan yoki umuman sun'iy intellekt sohasiga qadam bosayotgan inson bemalol qulay foydalanib o'rganishi mumkin. Hozirda bu platformadan nafaqat umuman boshlovchi inson foydalanadi, balki hozirda umuman mutaxassislar ham foydalanishadi keng. Sun'iy intellektda umuman dasturlashda ishlayotgan dasturlash tillari bilan ishlayotgan mutaxassislar ham keng foydalanishadi. Google Colab'ni logotipi cheksizlik belgisi bilan belgilangan. Undan foydalanish uchun avvalo sizda Google akkaunt bo'lishi kerak. Keling, hozir Google Colab sahifasiga kirib ko'ramiz. Google Colab'ni to'liq nomi Google Colaboratory va unda sizga eng muhim narsa GPU bilan CPU tekinga beriladi. Umuman hech qanaqa pul to'lash shart emas. Albatta limitlari bor. Bepul bo'lganligi uchun kichik loyihalarga yetadi sizga. Bu sizdan hech qanaqa noutbukingizga yoki kompyuteringizga GPUlardan alohida bu umuman bog'lanmagan. Keling ochib ko'ramiz Google Colab'ning keyingi sahifasini tanish uchun. Xo'p, ko'rib turganingizdek, bu yerda bir nechta qismlardan iborat. Misol uchun misollar qismi bor va yaqinda qilgan amallaringiz tarix qismi desak to'g'ri bo'lar ekan va Google Drive'ga ulangan qismi bor va GitHubga ulab ishlatishingiz mumkin va mana bu qismida siz umuman oldindan yozilgan kodlar bo'lsa, fayllar bo'lsa tashlab ishlashingiz mumkin, tahrirlashingiz mumkin misol uchun. Hozir bizlarga bu taraf kerak emas. Mana bu ko'k katakchaga e'tibor bersangiz, bu ko'k katakchada siz yangi notebook yaratishingiz mumkin. Bu notebook orqali siz kodlaringizni yoza boshlaysiz. Keling, o'shani bosib ko'ramiz. Xo'p, bu yer nima deymiz? Bu environment hisoblanadi. Coding yozadigan environment. Google Colab'da siz hech qanaqa xonalarni yurgizish shart emas. Hamma narsasi user friendly, foydalanuvchi uchun qulay qilingan maksimal ravishda. Xo'p, mana bu qismida keling, fayl doim boshlashdan oldin maslahatimiz shu loyihami yoki umuman coding notebook bo'ladimi, fayl bo'ladimi, nomni birinchilardan boshlab bering. Bizlar keling bu videomiz uchun coding deb nomlaymiz notebookimizni va buning formati interaktiv Python notebook deyiladi. iPyNub qisqacha. Xo'p, keyinchalik bular bilan ham bir tanishib chiqishingiz mumkin. Muhimlardan biri mana bu qismiga siz fayl tashlab, keyinchalik kodlaringizga ulashingiz mumkin. Xo'p, mana shu narsani aytib o'tib ketish joiz hisoblayman. Xo'p, yana mana bu katakcha kod yozadigan katakcha hisoblanadi. Agar yana kod yozadigan katakcha qo'shmoqchi bo'lsangiz, mana bu plus belgisi bilan belgilangan katakchani bosishingiz kerak. Va mana bu yerda yana bitta katakcha qo'shadigani bor. Bunda sarlavha, ma'lumot, qo'shimcha ma'lumot berish uchun ishlatiladigan katakcha hisoblanadi. Misol uchun hozirgi bizni notebookimizning nomi coding hisoblanganligi uchun keling sarlavhani ham xuddi shunday qilib qo'yamiz. Xo'p, ko'rganingizdek, mana sarlavha ham paydo bo'ldi. Oldingisini o'chirib tashlash uchun mana bu belgi bilan bossangiz kifoya. Xo'p, keling sodda bir kodlarni yozib ko'ramiz. Birinchilardan mana print hisoblanadi va shundoqchida siz yozishingiz kerak so'zni. Xayrli kun. Yana qanaqa amallar ko'rishimiz mumkin? Misol uchun matematik amallarni qilib ko'rishimiz mumkin. A teng 22 va B teng 5 ga. Xo'p, albatta siz agar buni yuritmoqchi bo'lsangiz, mana bu dumaloq belgini bossangiz ham yuradi. Agar klaviaturada yurgizmoqchi bo'lsangiz, Shift Enter'ni bosishingiz kerak. Keyin katak qo'shamiz va A'dan ayiramiz B. Shift Enter 15.2 va qo'shuv belgisi bilan qo'shuv amaliyotini boshlasak 25.2. Xo'p.
mana shunaqa bir amallarni bajarib ko'rishingiz mumkin. Yana qanaqa bor? Bo'luv, misol uchun. Mm. Misol uchun, qoldiqsiz bo'lmoqchi bo'lsangiz, qilib ko'rishingiz mumkin. Ko'paytirma bunlarini va darajaga keling, darajaga ko'tarib boramiz. A ning B darajasiga. Misol uchun mana shunaqa. Mana shunday bir amallarni bajarib ko'rishingiz mumkin. Buni dokumentatsiyasi bilan ham ulashib qo'yaman va yana bir ikkita ba'zi bir qo'shimcha amallar bilan ham yozilgan dokumentatsiyasini ulashaman. Rahmat. Bu yergacha bizning videomiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha.